Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan O'zbek futboli kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan va kanalimizga obuna bo'layotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. 3 ta o'zbek futbolchisi Barsaga nega kerak? Yevropa klublarining O'zbekiston futbolchilariga bo'lgan qiziqishi asta-sekin oshib bormoqda. Eldor Shomurodov va Abduqodir Husanov yuqori darajada o'ynay olishini allaqachon isbotladi. Muhammadali O'rinboyev Belgiyaning Antwerpen jamoasida asosiy tarkibdan o'rin olishga harakat qilmoqda. Behruz Karimov va Jahongir O'rozov kabi iqtidorli yoshlar xorij klublari nazariga tushdi. Endi Yevropada o'ynash imkoniyatini o'zbek futbolchisining 3 nafar yosh vakili Sadriddin Hasanov, Sayfiddin Sodiqov va Abbosbek Fayzullayev ega bo'ldi. Ular Portugaliyaning Braga klubi tizimiga qo'shildi va U23 jamoasi bilan yangi mavsumga tayyorgarlikni boshladi. Klub nomi o'ziyoq katta umid uyg'otdi. Braga yosh futbolchilarini topish, rivojlantirish va katta klublarga yuqori narxda sotishni yaxshi biladi. Biroq uning tizimiga kirish asosiy jamoaga yaqinlashishga anglatmaydi. Hasanov va Sodiqov, Abbosbek Fayzullayev avval yoshlar darajasida o'z o'rnini mustahkamlab, iqtidori Yevropa raqobatiga dosh bera olishini isbotlash kerak bo'ladi. Russia futbol nashri bunyodkor bosh murabbiy Ilyos Zeytullayev va Andijon murabbiylar shtabi a'zosi Sergey Arslonov bilan suhbatlashdi. Shuningdek, yosh futbolchilarning Braga ichidagi yo'li qanday tashkil etganini o'rgandi. Har ikki futbolchi ham katta futbolda deyarli o'ynamagan. Hasanov bunyodkor safida Superligada 6 ta uchrashuvda qatnashib, jami 143 daqiqa maydonda harakat qilgan. Shuningdek, kubik bahslaridan birida maydonga tushgan Sodiqov hisobida esa mamlakat chempionatida Andijon safida 3 ta uchrashuv va 35 daqiqa bor. Ikkalasini qo'shganda ham Superligada 180 daqiqadan kam o'yin amaliyoti yig'iladi. Shuning uchun Braga bu holatda tayyor futbolchilarni emas, balki keyinchalik katta futboldagi karyeraga aylantirilishi lozim bo'lgan sifatlar majmuasiga ega umidli yoshlarni qabul qilmoqda. Hasanov va Sodiqov to'p bilan nostandart harakat qila oladigan hujumkor futbolchilar. Ikkalasi ham raqibini aldashdan, o'yinni o'z zimmasiga olishdan va individual harakatlar orqali vaziyatni keskinlashtirishdan qo'rqmaydi. Ularning aynan shu sifatlari sobiq murabbiylari alohida ta'kidlaydi. Futbolchining faoliyati Italiyada, jumladan Juventusda o'tgan bunyodkor bosh murabbiy Ilyos Zeytullayevning fikricha, Hasanov o'z xususiyatlari bilan Yevropa futboliga juda mos keladi. Uning kuchli tomonlari individual o'yin, oldidan aytib bo'lmas harakatlar va birga bir vaziyatlarda raqibini alday olish qobiliyati. U bir yoki ikki raqibidan bemalol o'tib ketishi mumkin. Bunday futbolchilar bugungi kunda ayniqsa qadrlanadi, chunki ular yaxshi tashkil etadigan pozitsion himoyani yorib o'tishga yordam beradi, deydi Ilyos Zeytullayev. Mutaxassisning aytishicha, Husanov omadsiz harakatlardan keyin ham ruhan tushkunlikka tushmaydi va mas'uliyatni o'z zimmasiga olishda davom etadi. U juda jasur, o'yinni o'z zimmasiga oladi, xatolardan keyin yashirinib qolmaydi, yanada aldashga harakat qiladi va himoyada ham ishlaydi. U kamtar yigit, ammo maydonda aksincha shiddatli va juda jasur, dedi Zeytullayev. Sergey Arslonov Sayfiddin Sodiqov bilan juda qisqa vaqt ishladi. Yangi murabbiylar shtabi Andijonga kelgan vaqtda yosh futbolchi ketishiga tayyorgarlik ko'rayotgani va asosan o'rinbosarlar jamoasi bilan shug'ullanayotgan edi. Shunga qaramay, murabbiy uning kuchli jihatlarini baholashga ulgurdi. Sayfiddinov kreativ futbolchi bo'lib, tezkor driblingga ega va o'yinni keskinlashtirishga intiladi. U tashabbusni o'z qo'liga olishdan, yakkama-yakka kurashlarga kirishdan yoki hatto ikki raqibga qarshi o'ynashdan qo'rqmaydi, deydi Sergey Arslonov. Uning so'zlariga ko'ra, zamonaviy futbolda hujum rivoji mustaqil ravishda o'zgartirib oladigan futbolchilar ayniqsa talab yuqori bo'lgan toifaga kiradi. Qiyin vaziyatda futbolchi qanchalik tez qaror qabul qilishi va vaziyat o'zgartirishini qanday javob qaytarishi juda muhim. Sayfiddin raqibini aldashga uyalmaydi va o'zining individual sifatlari tufayli epizodni mustaqil hal qila oladi, deydi Arslonov. Ehtimol aynan mana shu Braga o'yin uslubining asosiy mantig'i hisoblanar. Klub jismoniy, taktik va psixologik tomondan yanada rivojlantirishi mumkin bo'lgan ikki texnikasi boy, iqtidorli futbolchini qo'lga kiritmoqda, lekin hozirgi transfer va klubning U23 guruhida tushish Hasanov va Sodiqov klub tizimidagi jamoalardan biriga biriktirilganini anglatmaydi. Bu ko'proq kirish nuqtai nazaridan hisoblanadi. Mavsum oldi yig'inlari davomida murabbiylar ularni boshqa yosh futbolchilar fonida baholaydi va keyinchalik ular
uchun eng muhim munosib darajani belgilaydi. Braga tizimi shartli ravishda quyidagilarni ko'radi. U19, U23, Braga B va asosiy jamoa, biroq bu qat'iy belgilangan pog'onalar emas. Futbolchilar yoshi, tayyorgarliklar darajasi va klub ehtiyojlariga qarab jamoalar o'rtasida ko'chirib turiladi. Ko'pchilik yosh futbolchilar uchun asosiy bosqich U23 emas, balki hozirda mamlakatning kuch jihatlaridan 4-divizionda ishtirok etayotgan Braga B jamoasi hisoblanadi. Aynan shu yerda kattalar futboli boshlanadi va futbolchilarning o'z sifatlari, tajribalari hamda jismonan kuchli raqiblarga qarshi namoyon qila olishi ma'lum bo'ldi. Shuning uchun o'zbekistonliklarning eng yaqin maqsadi asosiy jamoa emas, avvalo ular yoshlar darajasida mustahkam o'rnashib olishi, muntazam o'yin amaliyotiga ega bo'lishi va keyingi qadamga tayyor ekanini isbotlashi lozim. Qadrli do'stlar, albatta hamyurtlarimizga omad tilagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston" deb yozib qo'yishni unutmang. Bundan tashqari, Abbosbek Fayzullayev yaqinda Barselonaga transfer qilinish ehtimoli yuqori, chunki hozir Barselona klubi aynan Abbosbek Fayzullayevning transferiga qiziqish bildirmoqda. Albatta Istanbulning Başakşehir jamoasi uni Barselonaga qo'yib yuboradimi yoki yo'qmi, bu hozircha noma'lum. Aynan Abbosbek Fayzullayev uchun Barselona qancha miqdorda pul taklif qilishi ham hozircha noma'lum. 20 million yevro evaziga sotib olish ehtimoli bor deb yozmoqda sportextra.com saytlari. Qadrli do'stlar, albatta vaziyatni kuzatamiz. Nima bo'lganda ham hamyurtlarimizni qo'llab-quvvatlagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston" deb yozib qo'yishni unutmang va albatta mehnatim uchun like bosib qo'yasiz degan umiddaman. Albatta ingliz tilidagi videoni o'zbek tiliga sifatli qilib tarjima qildim do'stlar. Barcha sizlar uchun, albatta mehnatim uchun like bosib qo'yasiz degan umiddaman. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek futboli kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.